Kuni kecha yurtimizda Yangi yil bayrami keng nishonlandi. Ko'pchilik bu qutlug' damlarni oilasi davrasida yaqinlari bilan tinch va yaxshi kayfiyatda o'tkazdi. Ammo ayrim haydovchilar uchun bayram qoidalarini chetga surib, yo'lda xursandchilik qilish degani bo'ldi. Tasvirlardan ko'rib turganingizdek, bayram kuni ushbu haydovchilar yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan holda harakatlanib, nafaqat o'z hayotini, balki sayrga chiqqan atrofdagilarning xavfsizligini ham xatarga qo'yishdi. Ushbu avtomashina haydovchisi o'zi va o'zgalar hayotiga xavf solib, qo'pol qoidabuzarlik sodir qilganligi uchun tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga olib kirilyapti. Olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida qoidabuzar transportlar haydovchilari shaxsiga to'liq oydinlik kiritildi. Xususan, Nexia 2 rusumli transport vositasi haydovchisining xursandchiligi ochiq-oydin qonunga nisbatan hurmatsizlik bilan amalga oshirilgan. 31-kechasi Farg'onadan tushganimda kabinetda 3 ta bola to'planib turgan ekan. Ma'ada mashinani tutatdim, drift qildim. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Qayd qaytarilmaydi. Mazkur holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Marg'ilon shahar sudiga yuborildi. Sud esa ishni atroflicha ko'rib chiqib, qaror qabul qildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 128 prim 10-modda 1-qismi va 194-modda 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik sodir etgan deb topilsin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 34-moddasi talabi bo'yicha uzil-kesil 1 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilgan holda bazaviy hisoblash miqdorini 25 baravari miqdorida, ya'ni 10.300.000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Shuningdek, shu kuni yo'l harakati qoidalarini buzgan yana bir nechta transport vositalari ham aniqlangan. Ularga nisbatan ham belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video tasvirda ko'rinadiki, ushbu Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi transport vositasiga korxona nazarda tutilmagan yosh chiroqlarni o'rnatganligi hamda avtomobil yo'lovchisi avtomobil salonidan tana qismini chiqarib harakatlangan. Ushbu holat yuzasidan transport vositasi va haydovchisi aniqlanganda, haydovchida hali haydovchilik guvohnomasi yo'qligi, transport vositasini boshqarish huquqi mavjud emasligi ma'lum bo'ldi. Hozirda haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Har qanday qoidabuzarlik oxirida jazo bilan yakunlanishi tabiiy. Bayram kunlari ham, oddiy kunlar ham yo'l harakati qoidalari o'z kuchida qoladi. Yo'l xursandchilik joyi emas, qoidaga amal qilish esa haydovchining nafaqat mas'uliyati, balki majburiyat hamdir. Inson hayoti turganda biz bunga majburmiz. Ogoh bo'ling.